بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، الدرس الثالث. Bugün öğrenmekçi olan dersimiz 3. ders. Şimdi bugünkü dersimizdeki asaslık noktalık grammatika tüyendekidek 3 türlük buludu. Birincisi ismul fa'il, ikincisi ismul mef'ul, üçüncüsü leysiga o'xshaydigan jumlani inkor qilish uchun keladigan ma. Ism fa'il to'g'riliq biz harf darslarimizda ozroq tushunchaga ega bo'lgan. Hamda bu yerda bir qadar so'zlab o'tib ketildi. Ism fa'il deganimiz ish harakatining egisini ifodalaydigan sifat. Masalan, saraqa yasriqu desek, o'g'irladi shundami? Masalan, birov o'g'irlik qilgan bo'lsa, saraqa bakrun degan bo'lsak, bakr o'g'irlik qildi degan bo'lsak, mushulundagi bakri atalmoqchi bo'lsa, mush ish harakati bilan sifatlanib turib atalmoqchi bo'lsa, nim bilan ataladi? Ism fa'il ataladi. Ya'ni as-sariq, o'g'irlik qilgan odam deb shundami? İctahada Muhammad fi darsihi. Muhammad darsida tirishchanlik ko'rsatdi, tirishchanlik qildi, tirishdi degan mushumilda Muhammadni mushu tirishdi degan ish harakat bilan sifatlab turib ifodalamoqchi bo'lsak, undildi al-mujtahid dilidi. Agar alima ya'lamu, bir odam bir narsani bildi, qo'sqida bilim paydo bo'ldi, shundami? Mush odamni shu bilim bilan sifatlab turib ifodalamoqchi bo'lsak, mush odamni nima deymiz? Al-alim deymiz. Birov qotillik dilosini birini paydo qildi, ya'ni haqni o'ldirib o'tdi, shundami? Mush odamni shu o'ldirgan ish harakat bilan ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Al-qatil. Demak, ism fa'il degani nima ekan? Ism fa'il deganimiz ish harakatni qilgan, ya'ni ish harakat undan yuz bergan odamni ifodalaydigan nima? Sifat. Ya'ni biz inoq sifat deb bilgan ekan-ku o'z vaqtida, shundami? Buning tarjima qilgan vaqtdagi ma'nosi diqqatda. Birsi ish harakatni gavdalab qilib chiqaramiz. Masalan, qilg'uchi, atkuchi degandek. Yana birisi qilgan, atgan deb. Qilgan, andagi nima? Atgan deb sifat shaklda chiqadi. Yana birisi ism fa'illar ismlashib ketib qolsa, bu vaqtda ismlashgan holatda ifodalanadi. Masalan, as-sariq deganni o'g'irlovchi, o'g'irlagan deb tarjima qilish bek kelmaydi. Nima deymiz? O'g'ri. Chunki bu normal nimaga aylandi? Ismga aylandi. Al-alim desak, bu asos nimaga aylandi? Ismga. Olim deymiz, shundami? Al-qatil desak, qatil, shundami? Al-qodi sotchi. Ismga aylanib ketganlari shu aylangan ism ifodalagan ma'nosini ifodalaydi, ammo ismga aylanmaganlari birisi fe'l gavdalikroq ifodalansa, qilg'uchi, atkuchi bo'ladi. Agar fe'l gavdalikroq ifodalanmay, sifat taraf gavdalikroq ifodalansa, qilgan nima, atgan degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni yig'inchoqlasak, ism fa'il deganimiz ish harakatining egisini ifodalaydigan, ya'ni ko'rsatadigan nima? Sifat. Buning ma'nosi odatda qilg'uchi, qilgan, andagi ismlashib ketgan bo'lsa, shu bo'yicha keladi. Undan keyin ism fa'ilning shakliga kelsak, sulasi mujarraddan, ya'ni 3 harflik fe'llardan bir xil chiqadi. Sulasi mujarraddan g'ayridan. Masalan, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid degandek barliq fe'llardan yana bir xil chiqadi. Sulasi mujarraddan fa'ilun o'lchimida keladi. Masalan, daraba daribun, nasara nasirun, qatala qatilun, darasa darisun, talaba talibun. Shundami? Mushakil chiqarsak bo'ldi, bak oddiy. Endi sulasi mujarraddan g'ayri bablardan boshqa fe'llardan qanday chiqadi desa,
Sulasi mujarratdan boshqa har qanday fe'ldan ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, ko'z oldimizga shu fe'lning fe'l mudori shaklini akib olamiz. Masalan, bir fe'l misol olaylik. Allama yuallimu deb baqaylik, shundaymi? Mushning fe'l mudori shakli nima? Yuallimu. Mush yuallimu degan o'rindagi ya harful mudari'a, ya'ni fe'l mudori'ninki belgilik harfi ya'vo'g'i mushini nimaga o'zgartimiz? Pash o'qilgan mimga o'zgartimiz. Oxirining oldidagi harf zir holati to'sa bo'ladi. Zir o'qilsa, masalan, undaganda yuallimu degandagi yuni mu qilgandan keyin nima bo'ldi? Muallimun. Mana bu shaklda chiqadi. Qayta. Yani ism fa'ilni sulasi mujarratdan g'ayri bablardan chiqarmoqchi bo'lsak, shu bablardagi fe'l mudori shakldagi fe'ldiki fe'l mudori harfining o'rniga nima qo'yamiz? Pash o'qilgan mimni qo'yib, oxirining oldini zir o'qsaqla ism fa'il shakllanadi. Masalan, akrama yukrimun mukrimun, fa'ala yufa'ilun mufa'ilun, tafa'ala yatafa'alun mutafa'ilun deganga o'xshash. Mana bu ism fa'ilninki bugungi darsga munosiblik mazmuni. Ana ikkinchi mazmun bugungi darsdagi ismul maf'ul. Ismul maf'ulni biz sarf darslarimizda ism fa'ilninki iniqsiz sifatdosh shakli. Ism fa'il iniq sifatdosh shakli bo'lsa, ism fa'ilning qanday shakli? Iniqsiz sifat shakli deb tushungan. Endi hozir qanday tushunamiz desa, ism maf'ul degani ish harakat tushgan odamni ifodalaydigan, ko'rsatadigan ism. Yoki bo'lmasa ish harakat ustiga tushgan ish harakatning obyektini qanday qilgan ifodalaydigan sifat ism maf'ul bo'ladi. Masalan, qatala o'ldirdi shundami? O'ldirgan odamni fe'l ifodalamoqchi bo'lsak, nima dedik? Al-qatil dedik shundaqmi? Endi o'ldirish degan ish harakat shuning ustiga tushgan, shuningga qartilgan odam nima bo'ldi ekan? Ism maf'ulni. Ya'ni ism maf'ul degan shu odamni shu fe'l orqali ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Al-maqtul. O'g'irlik qilgan odamni ifodalamoqchi bo'lsak, nima dedik? As-sariq dedik-ku. Endi o'g'irlik ustiga tushgan narsani ifodalamoqchi bo'lsak, shu ish harakat bilan ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Al-masruq. Nima? Al-masruq. Mana shunga o'xshash. Ism maf'ul deganimiz yig'inchoqlasak, ish harakat ustiga tushib, ish harakatining obyektib qolgan kishini ifodalaydigan, ko'rsatadigan sifat nima bo'ldi? Ism maf'ul bo'ladi. Ism maf'ulning tarjimasi bayatin degan ism fa'ilninki tarjimasiniki dal iniqsiz shakli bo'lsa bo'ladi. Masalan, ism fa'ilimiz asosliqi qilg'uchi, qilgan deb tarjima qildik-ku, ism maf'ulni qiling'uchi, qilingan deb tafsir qilsak. Masalan, maqtul o'ldirilguchi yoki qana qilingan, o'ldirilgan degan shakl. Ba'zi bir shakllari bor. Ismlashib ketgan. O ismlashib ketgan shakllar o'z shaklida tarjima qilinadi. Endi ism maf'ulninki shakli qanday bo'ladi desa, sulasi mujarratdan maf'ulun o'lchimida chiqariladi. Sulasi mujarratdan maf'ulun o'lchimida chiqariladi. Bu bil ittifoq. Masalan, darabadin madrubun, qataladin maqtulun, saraqadin masruqun va shunga o'xshagan. Sulasi mujarratning g'ayridan qanday chiqarsa, sulasi mujarratning g'ayridan ism fa'il shaklda kelib, oxirining oldini zabar qo'ysak ham bo'ldi. Masalan, mukrimun deb ism fa'il chiqardik-ku, mukrimundagi ra harfini zabar qo'yib mukramun qo'ysak bo'ladi. Muallimun deb ism fa'il chiqardik-ku, shu muallimundagi lamni zabar qo'yib qanday qilsak bo'ldi? Muallamun qilsak bo'ladi. Mana bu ism maf'ulninki shakli. Üçüncü mazmun bugungi darsimizdagi ma. Endi laysa hammalarga ma'lum af'alun naqislarning qatoridan, shunami? 13 af'alun naqisning qatoridan. Ya'ni buning xarakteri mubtada xabarining ustiga kirib laysa.
Mubtadani o'zining ismiga aylantirib, xabarini o'zining xabariga aylantirib, mubtadani pash, xabarini qana qiladi? Zavar qiladi. Endi ma'mu dal laysiga o'xshaydigan ma'noga mubtada xabarining ustiga kirib deymiz. Mubtada uning ismi bo'ladi, xabar uning nimasi bo'ladi, xabar bo'ladi. Mubtada ashuning ismi pash bo'ladi, xabari nima qiladi? Zavar qiladi. Ma'nosi emas, yo'q jumlani inkor qilish uchun keldi. Bunun yana bir munosabatli tarafi ma'ning xabariga shu inkorini ta'kidlash uchun bakirib qoladi. Ko'pincha vaqtlarda ammo u tarjima qilinmaydi, faqat ortiq badildi jumlaning ma'nosini ta'kidlaydi xolos. Masalan, men o'quvchi emas demak bo'lsak, ma ana bitalibin. Payg'ambar alayhisalom Hira g'orida Jibril alayhisalom iqro o'qu degan vaqtida Rasululloh nima dedi? Ma ana biqari'in. Men nima emas, o'quvchi emas, men bilmayman o'qishni. Shu o'rinda ma'ning keyin xabariga ortiq olib keldi, shundaqo ma'ning ahvoli shu. Endi men hozir biz ismisini pash o'qitdik, xabarini zivar qiladi degan bu hijozliklarning nazaridagi endi arab tilida cho'ng ikki til tavallik va birisi ahli hijozning tili, Banu Tamimning tili deydigancha, Banu Tamimdagilar madin keyin kelgan ismning har ikkilisini pashlab o'qiydi. Unda ismi pash o'qildi, xabar zivar qilgan gap yo'q ularda. Madin keyin kelgan narsaning har ikkilisini nimadan o'qilaveradi, pashlab o'qilaveradi. Ammo hijozliklarning nazarida, hijozliklarning tilida madin keyin kelgan ismisi pash, xabari nima qiladi, zivar qiladi. Shunga bu ma'no nima deb atalgan bo'ldi? Hijoz ma'nosi deb atalgan bo'ldi. Endi yuqoridagi mazmunni 3 ga bo'ldik-ku. Birisi ism fa'ilning mazmuni shundami? Ism fa'ilning mazmuni ko'nikmalarning ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ko'nikmalarda ism fa'ilning mazmuni asosli maqsad qilingan. Ism maf'ulning mazmuni shundaqmi? Ism maf'ul 5-chi, 6-chi ko'nikmalarda ism maf'ulning mazmuni gavdalikroq maqsad qilingan. Endi 7-chi mazmun ism fa'ildan ism maf'ulni o'rtaq teyib chiqin degan mazmun qilinadi. Ondan keyin 3-chi mazmun laysiga o'xshaydigan ma'no mazmuni 9-chi mazmunga qarasak, 9-chi mazmunda o'sha laysiga o'xshaydigan madorliq ko'nikmalar bor. Darsninki asosiy mazmunlarni yuqori 3 ga bo'ldik. 3-chi bo'lgan bo'lsa, tekstni, ya'ni dialogni boshlab ketsak bo'ladi. الدرس الثالث نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. كم راسبا في فصلنا يا أستاذ؟ كلكم ناجح والحمد لله. نحن مسرورون. هل من راسب في الفصول الأخرى؟ نعم، ولكن الراسبين قليلون. من كاتب هذا على السبورة؟ ما ندري، وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل. يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة. ماذا نعمل؟ فالقفل مكسور. هل من ذاهب إلى السوق اليوم؟ أنا ذاهب إن شاء الله. أرجو أن تشتري قفلا جيدا إن شاء الله. اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ما شاء الله، إنك قارئ جيد. لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل. أحافظ أنت؟ نعم. ما أنا بغافل أما تعمل يا منصور. أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ. لا أسمح لك بذلك. ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع؟ أنا آسف يا أستاذ. أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ نعم، عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما متفق عليه. أحسنت يا منصور. أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. طيب hazır tercüme qilib asosliqi bugungi darsdagi ism fa'il, ism maf'ul va laysiga o'xshaydigan ma'ni tahlil qilib beraman. نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. أستاذ biz oylik imtihon natijasini bilsak yoki bilishni xohlaymiz. Ama yadiki biz burunmu tercüme aralığında nurgun qatım dedik. Nuridu an gap qolsa qilishni xohlaymiz, qilayli, itayli shundami? O'zining orzu, umidi, xohishi, irodasini ifodalaydi. Bunda qilmoqchi, bilmoqchi yoki bilayli, bilishni xohlaymiz degandek. Kam rasiban fi faslina ya ustaz? Ustaz bizning sinfimizda qancha o'tamagan o'quvchi bor yoki qancha qolgan o'quvchi bor? Bizga munosabatlik tarafi rasiban. Rasiban ism fa'il bu rasib bo'lishi shundami? Kamning tamiz o'g'onliq ism zo'r qiladi shundami? Ism fa'ilni nima deb tarjima qiladiq? Ism fa'il qilg'uchi qilgan shundaqo. Andan keyin o'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zamonning har qanday ishlaydi. Masalan, zahibunni o'tgan zaman desak, bag'an odam, shundami? Zahibun ketayotgan odam. Zahibun baradigan odam. Üçüncü zaman ishlaydi. Rasiban ma'runda bizning sinfimizda o'tamaganlar, ya'ni qilib qolganlar, qancha qilib qolgan odam bor. Yoki bizning sinfimizda qilib qolganlar qancha? Rasib. Qilib qolgan, o'tamagan ism fa'il. Yoki qilib qolg'uchi, o'tamaguchi desak bo'ladi, ammo normal xalq tilida qilib qolgan deb ishlatiladi. Kullukum najih valhamdulillah. Hammanglar o'tibsizlar, Allohga shukr. Ammo najih Najahaning ism fa'il shakli shundami? Ya'ni utuq qozongan, o'tgan, o'tkichi, utuq qozong'uchi degan ma'noda. Buni o'xshashlar mas holda jumladagi o'rniga qarab turib, o'tgan zaman taqozo qilsa o'tgan zaman shaklida, hozirgi zaman shaklida taqozo qilsa hozirgi zaman shaklida, kelgusi zaman taqozo qilsa kelgusi zaman shaklida tarjima qilsak bo'laveradi. Nahnu masrurun. Biz xushal. Masrurun sarradan chiqqan ism maf'ul shundami? Asli xushal qilingan, xushal bo'lib ketgan. Boshqa tarafidan, ma'lum bir ishlar tarafidan nima bo'lib ketgan, xushal bo'lib ketgan degan ma'noda. Sarra xushal qildi degan ma'noda-ku. Masrurun xushal qilingan odamlar. Ya'ni biz xushal bo'lib ketdik deb tarjima tushunsak bo'ldi. Hal min rasibin fil fusulul ukhra. Bosh sinflarda o'tamaganlar bormi? Rasib, ya'ni o'tamagan qilib qolgan ism fa'ila. Naam, walakinnar rasibina qalilun. Biroq o'tamaganlar az. O'xshashlar ism fa'il, rasibin shundami? Lakinna ismini zavar o'qitib rasibin deb yovlan zavar o'qilyotdi. Man katibu hada ala sabura. Buni do'stga yozgan odam kim u? Hada katibu katabaning ism fa'ili shundami? Katibu hada o'g'andan keyin katibu mudaf, hada mudaful anwasa. Buni yazgan odam, yazgan. Ism fa'ilni nima deb tarjima qilgan bo'lgan? G'an, andan keyin g'uchi shundami? Buni yazgan odam. Yoki biz buni yozg'uchi kim? Hadislarda buncha uchraydi-ku. Man as-sa'il yoki ayna as-sa'il? Rasulullohdan bir og'iz gapni so'rasa, Rasululloh damonliq gap qilayotgan, boshqa ish qilayotgan bo'lsa, sal turgandan keyin nima deydi? Man as-sa'il, bayatni so'rgan odam kim u? Shundami? Qilgan atgan. Man adri, bilmaymiz. Wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasla. Biz uni wajadnahu hu. Uni sinfga kirgan vaqtimizda yozilganligini ko'rdik. Uning sinfga kirgan vaqtimizda yozilganligini ko'rdik. Ana shu o'rinda indama vaqtda dakhalna al-fasla tushunasizlar. Maktuban kataba yaktubun chiqqan nima? Maktuban yozilganligini. Wajadna degani taptoq, his qildik, ko'rdik degan ma'noda. Taptoq asli ma'nosi his qilish. Keyin bir narsani bundan bir yerdan tepalish qilish tilida, undan keyin his qilib mashtaqa ekanligini bayqash qilish tilida. Biz sinf kirgan vaqtimizda uning yozilganligini bayqadik, yozilganligini his qildik, yozilganligini ko'rdik deb tushunsak bo'ladi. Maktuban yozilgan ism maf'ul shakli. Yutrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu at-tullab min jihatin mukhtalifa. Sinf
uçuq holda tashlab qo'yiladi. Shuning bilan faydahuldiki fa. Shuning bilan sinfga har tarafdan o'quvchilar kiradi. Ammushadiki maftuhan uçuq holda. Fataha ashta shundago maftuhan degan gap echilgan degan gap. Yana birisi uçuq. Ismaf'ul ism fa'illarni tarjima qilishga diqqat qilinglar. ماذا نعمل فالقفل مكسور نمش قلمز قلوب سنوق مكسور كسر سندردي مكسور سندرulgan شنداما يعني سنوق اسم مفعول هل من ذاهب إلى السوق اليوم bugün bazaga baradiganlar barmı biz bugün bazaga baradigan adam barmı hal mindeki min artuqa zahib zahabadan chiqqan ism fa'il go bag'an barg'uchi baradigan degan ma'noda baradigan ana zahib inshaalloh Alloh xolis men boraman men baradigan odam degan gap men barg'uchi men baradigan odam degan gap arju an tashtariya quflan jayyidan yaxshi bir qulpa setib olishingni umid qilaman ya'ni setib akasan degan ma'noda bu yerda maqsad grammatik hukm yo'q inshaalloh Alloh xolisa iqra al-ayat al-waridata fi ad-dars ya arif darsda kelgan oyatni o'qu Mavrundaki varidata nima ism fa'il varada yeridan chiqqan ism fa'il andikin oya muannas shaklda o'g'achqa varida nima shaklda keldi muannas shaklda kelib kagan varada keldi-ku varida kaguchi kagan degan undaganda oyatda kagan nima darsda kagan oyatni o'qu A'udzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا o'g'ri o'g'ri ayol bu ikkilanning qo'lini qilgan ishiga jazo berish yuzidan kesib o'tinglar. Ana shu o'rinda as-sariq saraqadan chiqqan nima ism fa'il muzakkar ya'ni erlik shundami as-sariqatu saraqadan chiqqan ism fa'il muannas qo o'g'ri nimda o'g'irlik qilg'uvchi deb tarjima qilmaymiz chunki bu ismga aylanib ketgan. Shuni o'g'ri o'g'ri ayol deb tarjima qilinadi. yoki o'g'irlik qilgan deb apilni gavdlikroq qilib tushunsak bo'ldi ha. Mashaalloh. Innaka qariun jayd. Mashaalloh. Sen bir yaxshi qari ekansan, yaxshi bir qari ekansan-ku. Qari qara'an chiqqan ism fa'il shundami? Yaxshi bir qari. Bu ismni chiqib ketgan narsa. Yaxshi o'quvchi degan olmaydi. O'quvchi degan maktabga qaratildi-ku. Sen yaxshi bir qari ekan-ku. Alam lam asma'aka taqra'ul Qur'an min qablu. Sening bundan ilgari Qur'on o'qig'aningni anglamagandim. Yani anglamadim. Ahafizun anta sen hafizmi? Yani Qur'onni yodlaganmi? Hafiz hafizdan chiqqan nima? Ism fa'il. Qur'onni yodlaganmi? Naam. Shunda. Ma ana bi ghafilin amma ta'mal ya Mansur. Mansur. Men sen qilayotgan ishdan bexabar emas. O'shunda beghafilin ba ma laysga o'xshaydigan mashundami? Ana uning ismisi, g'afil nimasi? Xavri. G'afil degan xabarga ma ortiq bo'lib keldi-ku. Bu bayatni so'zlab bo'lgan shundami? Agar ma kamiz nima o'qiladi, ba kamiz nima o'qiladi? G'afilan o'qiladi. Ba kelgandan zir o'qildi. Andigan bu yerga yana bir nima? G'afilun, g'afalan chiqqan nima? Ism fa'il. Yani g'afil qolgan, bexabar qolgan degan ma'noda. Tarjimaga diqqat qiling. Arju an tasmaha li bil khuruj fa inni uridu an azhaba ila an-nasikh. Menga chiqishga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Yoki ruxsat qilsangiz, chunki men nasikhning qishig'iga bormoqchi. Nasikh degani tizimlaydigan, ko'chiradigan odam, ha? Ko'chirguchining qishig'iga bormoqchi. Men maktabdagi ishlarni xotirlaydigan odam. Mushunda nasixmi nasahadan asl nasahadan ko'chirdigu shunda-ku ko'fi qildi degan ma'noda. Ism fa'il ko'chiradigan odam degan bo'ladi. La asmahu laka bidalik. Sening unda qilishingga yo'l qo'ymayman. Ya'ni ruxsat yo'q demak, ruxsat bermayman. Ala ta'rif bilmamsa anna al-khuruj fi asna'i dars mamnu'un. Dars oralig'ida chiqish cheklanadi. Yoki cheklangan. Mamnu' mana'dan chiqqan nima? Ism maf'ul. Mana'a degan to'sda chekildi-ku, mamnu'un kelsa cheklangan, to'salgan deganman. Ana asif ya ustaz. Kechiring ustoz. Asif degani asafani qasm fa'il. Xijil bo'lyapman, afsuslanyapman degan gap. Ya'ni men xijil degan ma'noda, ya'ni sifatga aylandi.
Atazkurul hadisel varide fi dersi sabiq. İlgili derste kelgan hadisni asliyalamsa yoki qaytadan diyalamsa degan gap atazkuru. Andikin varid ism fa'il, varadatdan chiqqan nima? Ism fa'il kelgan, kelguchi degan ma'noda. Naam. Shundoq. An Sahl ibn Sa'd an nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza." Wa ashara bis sababa wal wusta wa farraja baynahuma. Muttafaqun alayh. Sahl ibn Sa'ddan radhiyallohu anhu rivoyat qilindi. Bu payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilib, payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Man va yetimga kepil bo'g'ichi jannatda mana mushunga o'xshash" deb Rasululloh o'zininki ko'rsatgich barmoqi bilan o'tir barmoqini ko'rsatdi. Ashara degani ko'rsat degan ma'noda. Men bilan yetimga kepil o'g'adim. Yetimning beshini silab holatni xabar olganda mana mushunga o'xshash deb Rasululloh o'zining ko'rsatgich barmoqi bilan o'tir barmoqini qanday qildi? Ko'rsatdi. Mandaqqa. Va farraja bayna ishkishning o'tirini ochdi degani mandaqqa barmoqini karib ko'rsatdi demakchi. Ammo shu hadisdagi kafil. Kitobda kafil deb yozilibdi-ku. Kafila ism fa'il shaklda. Kafala yakfiludan chiqqan kafil. Kipil bo'g'ichi, kipil bo'g'an odam degan ma'noda, ega bo'lgan odam degan ma'noda. Ahsanta ya Mansur. Yaxshi Mansur. Arju an takuna sami'an lid-dars wa fahiman la. Sening darsni anglab, shu darsni tushunishingni umid qilaman. Sami'an. Asli butun tarjima qilsak, ism fa'ilni yahudlik tarjima qilsak, sening darsni anglag'uchi, ya'ni anglaydigan bo'lib, darsni tushunadigan bo'lishingni qanday qilib umid qilaman degan ma'noda. Sami' anglaydigan, fahim qanday qiladigan, tushunadigan, ya'ni anglag'uchi, tushungich degan ma'noda ism fa'illar yuqoridagidek tarjima qilindi. Demak, darsda asosli ism fa'il, ism maf'ul, undan keyin nima? Laysiga o'xshaydigan ma'nonki qoidalari gavdlikroq ifodalanadi.